Iftorlikdan keyin eski qaymolaringiz ko'payib ketdimi? Ularni tezda xolodilnikdan oling. Og'izda eriydigan shunaqayam mazali shirinlik tayyorlaymiz. Unimizga margarinni solib yaxshilab urvoq qilib olamiz va ustidan ras-rixletil bir donagina tuxum sarig'i va qaymog'imizni solib yumshoqqina xamir qorishib boshlaymiz. Mana xamirimizni endi tindirishga 20 daqiqaga xolodilnikka olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni zuvolachalarga bo'lib, mana shunaqangi yoyib olishni boshlaymiz unlab. Men 2 xil nachinkali qildim, varyonniy molokoli va maydalangan yong'oqli. Uni asal bilan aralashtirib oldim yong'oqni va shunaqangi xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib osongina qilib o'rab chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi 170 gradusda 40 daqiqada qip-qizartirib pishirib olamiz. Issiqligida varyonniy molokolini saxarni pudraga beladim. Yong'oqligini ustidan esa varyonniy moloko qilib, yong'oq maydalanganga botirib chiqdim. Qarabsizki, bir zumda shunaqayam og'izda eriydigan bo'ldi. Iftordan keyin issiqqina choylar bilan ketadi-yu.